Hörmətli Şərq Türkistanlı qarindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Şərq Türkistan Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatının mustamlikaçılıqqa qarşı duruş iltimasına binaən Xitayğa mustamlikaçı güc sifatida qarşı durdu. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti və Şərq Türkistan Milli Uyg'unish Təşkilatı 5 aprel günü Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatının mustamlikaçılıqqa qarşı duruş alayda komitetiga rəsmi iltimas sunub, tunji qatam komitetning Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı Umumiy Kengashiga Şərq Türkistanni o'zini o'zi idora qila olmaydigan territoriya sifatida tizimlash haqida taklif berishni talab qildi. Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatının o'zini o'zi idora qila olmagan territoriya tizimligiga kirish siyosiy va qonuniy jihatdan intayin zo'r ahamiyatga ega. Agar Şərq Türkistan bu tizimlikka kirgizilsa, tuvandikdek imtiyozlarga ega bo'ladi. Birinchi, xalqaro qonuniy o'rnining o'zgarishi. Hozir Xitoy Şərq Türkistan masalasini o'zining ichki ishi deb da'vo qiladi. Agar tizimlikka kirgizilsa, bu yer xalqaro qonun bo'yicha mustamlikachi kuch tarafidan boshqarilayotgan ayrim zimin deb e'tirof qilinadi. Bu masalaning Xitoyning ichki ishi emas, balki Birlashgan Davlatlar Tashkilotining nazoratchiligidagi xalqaro masala ekanligini muqimlashtiradi. İkinci, öz təqdirini özü belgilash huquqining kapolatga ega bo'lishi. Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatının 1514 numurluq qarori bo'yicha tizimlikdagi territoriyalarning mustaqillik yoki öz təqdirini özü belgilash huquqi bo'ladi. Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı bu territoriyaning mustamlikachilikdan qutulish musofasini ilgariladi. Üçüncü, tizimlikka kirgizilsa, Xitoy Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatının nazoratchiligi ostida boshqaruvchi kuch sifatida Her yili Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı baş katibiga Şərq Türkistandagi iqtisodiy, ijtimoiy va ma'rif ahvoli haqida doklad sunishga majbur bo'ladi. Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatının alayda komiteti bu yerdagi ahvolni davomli kuzatadi. 4. Bu tizimga kirish Xitoyning xalqarodagi obraziga og'ir zarba beradi. Xitoy o'zini hamisha mustamlikachilikka qarshi turg'uchi qilib ko'rsatadi. Ammo bu tizimlik Xitoyni rasmiy mustamlikachi davlat sifatida xalqaro sud va jamiyat oldida javobgarlikqa tortishga yo'l ochadi. Ya'ni siyosiy va diplomatik besim olib keladi. 5. Tizimlikdagi nurg'ulg'an davlatlar, ya'ni Sharq Temirga o'xshash, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining nazoratchiligida umumiy xalq bilet tashlash faoliyati o'tkazish orqali mustaqil bo'lgan. Sharq Turkiston bu tizimlikka kirsa, kelgusida mushundaq bir qonuniy fursatning yaratilishi uchun birinchi qadam besilgan bo'ladi. Ya'ni mustaqillik uchun qonuniy yo'l ochiladi. Qısqası bu tizimlikka kirish Şərq Türkistan masalasini kishilik huquq dafsanchiligidan milliy ozodlik va zimin masalasiga ko'tarish demakdir. Tizimlash jarayonini amalga oshsa, Birlashgan Davlatlar Tashkilotini Şərq Turkistonning o'z taqdirini o'zi belgilash yo'lidagi qadamlarini nazorat qilishga majburlaydigan majburiy xalqaro ramka ishga kirdi. Bugunga qadar hech qanday davlat, tashkilot yoki organ Birlashgan Davlatlar Tashkiloti organlariga Xitoyning mustamlikachi kuchligiga buningdek rasmiy jang e'lon qilib boqmagan edi. Yangi zamin ma'nosida keladigan Xitoy Xinjiang deb atalgan Sharq Turkiston 1949-yilning oxirida Xitoy tarafidan tajovuz qilinib besilganda normal iqtidorini joriy qildirayotgan mustaqil Sharq Turkiston Jumhuriyati davlati edi. Xitoyning kontrolligini qonunli qiladigan hech qanday huquqni o'tkazib berish shartnomasi umum xalq saylimi yoki xalqning erkin va haqiqiy irodasini aks ettiradigan hech qanday hujjat yo'q edi. 76 yillik ishg'oliyat jarayonida Xitoy ko'chmanlari nüfusning 5% dan oz qismidan ortib 42% dan ko'proqiga yetdi. Shuning bilan bir vaqtda yerlik Turkiya xalqlarining nüfus nisbati 90% dan ko'proqidan taxminan 55% atrofiga tushib qoldi. Şərq Türkistan sürgündü hökumətinin Cumhur Rəisi Doktor Məmtəminəli əfəndi 80-dən artıq dövlət mustamlikachilikdan qutulish ramkasi orqali mustaqillikqa erishdi. Bugun Şərq Türkistan xalqi Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı oldida dal shu huquqni rasmiy talab qilmoqda. Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq va boshqa Turkiya xalqlariga qaratilgan irqiy qirg'inchilik mush oyning oxirida 13-yiliga qadam qo'ydi. Mavjud bo'lgan barliq kishilik huquq va javobgarlik mexanizmlari mag'lub bo'ldi. Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı Kişilik Hüquq Ali Komissarlığı 2022 yılı avqustda yüz beriyotgan dafsanchiliklarning insoniyatga qarshi jinoyat shakllantirishi mumkinligini yakunladi dedi. Amerika hukumati va 10 necha g'arb davlati parlamentlari bu vahshiyliklarni irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb e'tirof qildi.
Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi 2020 yildan buyon 4 qatim dalil isbot sunilgan bo'lsa-mu, hozirgacha rasmiy tekshirishni boshlatmadi. Turkumlab lagerlarga qamash, ishonchli hujjatlar orqali isbotlangan organ atkazchiligi, majburiy tug'mas qilib etish va 1 millionga yaqin bolani oilasidan ayirib etishdek chekidan oshgan qilmishlar yanada davomlashmoqda. Xitoyning besib olingan Sharq Turkiston uchun tuzgan 5 yillik planida 2021 yilidan 2025 yilgacha 13 million 750 ming odamni majburiy emgakka o'tkazish planlangan. 2026 yili yanvarda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti alayida dokladchilari amaliy sonning hatto bu mo'ljardan oshib ketganligini va bu yo'tkashlarning insoniyatga qarshi jinoyat bo'lgan qo'l qilish bilan barobar bo'lishi mumkinligini ogohlantirdi. Sharq Turkiston Surgundi hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri, Sharq Turkiston Millat Uyg'unish harakatining qurg'uvchi raisi Salih Xudoyor davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikning yilchisi Xitoyning Sharq Turkistonni mustamlika qilib besib olganligida, mustamlikachilikdan qutulish va mustaqilligimizni asliga keltirish xalqimizning mavjudligining birdan-bir unumli kafolatıdır dedi. Xitoy faqat irqiy qirg'inchilik qilib qolmay, yana o'zining mustamlikachilik hukmronligini mangu yurgizish uchun tirishmoqda. 2026 yılı 12 Mart'ta Memleketler Xalq Qurultayı Milletler İttifaqlığı ve Taraqqiyotini ilgari surish qonunini qabul qilib, farqli xalqlar va madaniyatlarni yo'qotib, birla Xitoy kimligi shakllantirishni qonunlashtirdi. 25 betlik iltimosda bayon qilinganidek, mustamlikachilik davri texi oxirlashgani yo'q. U hozir qonunlashdi. Iltimos 8 turlik rasmiy talabni o'tirg'a qo'ydi. Umumiy kengashdan tuvandikilarni talab qildi. Xitoy Xalq Cumhuriyeti'ni nüfus ve ko'lam jihatdan yer sharidagi eng cho'ng mustamlika territoriya bo'lgan Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olgan ishg'olchi kuch deb bekitish. Sharq Turkiston xalqining o'z taqdirini o'zi belgilash va mustaqil bo'lishdek daxl tarzga uchramaydigan huquqini muayyanlashtirish. Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining doimiy a'zosi, shundaqla mustamlikachilikka qarshi turishni nazorat qiladigan komitetning a'zosi bo'lish sifati bilan shakllangan manfaat to'qinishi masalasini bartaraf qilish. Xitoy qazilma boyliqlarga hokim bo'lish yo'lida dunyoning har qaysi joylarida inson haqlari dafsanchiligi sodir qilmoqda ekan. Xitoyga qarshi tanlangan komitetning 1-may kunidagi xabarda aytilishicha, Xitoy muhim qazilma boyliqlarga hokim bo'lish yo'lida yer sharini dafsanda qilib, orqadan chiriklik va inson haqlari dafsanchiligini sodir qilmoqda ekan. Xitoyga qarshi tanlangan alayda komitetning yangi 3 qismliq doklatining xulosasida Xitoy Kompartiyasining kontrolligidagi 14 Xitoy konchilik shirkatining dunyoning har qaysi joylarida chiriklik, qonunsizlik va xo'rlash xarakterli qilmishlar bilan shug'ullanganligi, jumladan ojiz va qarzga botgan hukumatlardan foydalanish, chirik va yirtqichlardek savdo qilmishlari, majburiy emgak va bolalar emgakini ishlatish, shundaqla muhitni bulg'ash qatorliq ahvollar hujjatlik isbotlangan. Chiriklik, muhit bulg'ash va kishilik huquq dafsanchiligining yer shariviy xarakterlik andisi nomli bu doklad Zambiyadagi Xitoy davlat egiligidagi bir mis konining qoldiq to'smasidan necha 10 million litr zaharli kon tashlandiqining sirtqa chiqib chiqib, yerlik kent aholilarining turmushini vayron qilganligi, ichimlik suvini bulg'aganligi, baliqlarni o'ldirib, o'simliklarga ziyon yetkazganligi bilan boshlangan. Xitoyga qarshi tanlangan alayda komitet Zambiyadagi bu ofatga mas'ul Xitoy davlat egiligidagi Sinyo Metals shirkatiga aloqador atrofliq muhit baholash dokladini tunji qatim to'liq e'lon qilgan. 2025 yili aprelda muhit boshqarish shirkati Just Zambia bulg'anishning og'irlik darajasi haqidagi tekshirish natijasini Sinyo Metals va Zambia muhit organi Zemaga sungan. Şirket bağlışıda 1 milyon 500 ming tonna tashlandiq materialning daryoga eqib ketganligi, tarkibida sian, arsen, ya'ni surma, senik va qo'g'ishin bo'lgan 900 ming tonna zaharli metallning tuproq va yer osti suyiga aralashib ketganligi oshkorlangan. Texmi yomon bo'lgani, Zambiya hukumati Sinyo Metals shirkatiga yo'l qo'yish orqali bu jinoyatga sherik bo'lgan va o'z fuqarolarining huquqini qo'g'dashda mag'lub bo'lgan. Xitoyning bu davlatda siyosiy va moliya jihatdan g'oyat zo'r ta'siri bor. Xitoy taratqu ekologiyasining muhim qismlarini, jumladan Zambiya davlatlik radio televiziya kanalining 60% pay huquqini kontrol qilgan. Sinyo Metals shirkati Xitoy davlat egiligidagi shirkat bo'lganligi uchun uni ayblash Xitoy hukumatini ayblaganlik bilan barobar hisoblanadi. Alayda komitet xodimlari bu yilning boshida Zambiyaga berib, Sinyo Metal aftining ko'lami haqida javob izlayotgan fuqaroviy jamiyat tashkilotlari bilan ko'rishgan.
Bu təşkilatlar komitet xadimlərə özlərinin şirkət tərəfindən parakəndiçilikə uçurğanlığını, şirkətin qorxutuş taktikası səbəbindən afət ziyinini azaytış üçün işləydigan təşkilatlar sanının 30-dan 5-ə düşüb qalğanlığını aytıb bergan. Afət yüz bergan orunğa barğan nurg'ulg'an jamiyat a'zolari rasmga tortish sababidan qo'lga ilingan. Uningdan boshqa Sino Metals o'zining sal qarshi sababidan kelib chiqqan ofatning ziyonkashligiga uchirg'uvchilarga arzigidek to'lam bermagan. Şirket ziyonkashlikka uchirg'uvchilarni o'z tilida yozilgan kelishimlarga imzo qo'yishga majburlagan va chorva mollari, yerlari va ziroatlardan ayrilgan oilalarga intayin oz to'lam bergan. Xitoyga qarshi tanlangan komitetning tekshirishi dunyoning har qaysi joylaridagi yana 13 ahvolni hujjatli isbotlagan bo'lib, bu Xitoy Kompartiyasi shirkatlarining kishilarning turmushini qandoq vayron qilganligini va yerlik jamiyatlarning muhitga qandoq ziyon yetkazayotganligini ko'rsatib bergan. Dokladda ichinishlik haqiqat shuki, Xitoy konchilik shirkatlari muhit, emgak va kishilik huquq o'lchamlariga sal qarab, tannarxini tuvallatgan va Xitoyning yer shariy bozorini kontrol qilish harakati bilan birlashgan fursatda Amerika va boshqa g'arb shirkatlarining raqobatlashishi texmo qiyinlashmoqda deyilgan. Komitet tekshirishi oxirida halqaliq mineral boylik sohasida mablag' izlayotgan davlatlarga texmo yaxshi tanlashlarni, xususan Amerika va Amerika shirkatlari bilan yerlik qonunlarga hurmat qiladigan, oshkora mashg'ulot qiladigan, muhitni qo'g'daydigan va yerlik jamiyatlarga qimmat qo'shilgan sheriklik munosabatini ta'minlash, G'arbning mustaqil ta'minlash zanjirini taraqqiy qildirishni davomlashtirish, konchilik sohasida chiriklik va ig'ir kishilik huquq dafsanchiligi bilan shug'ullangan Xitoy hukumati va konchilik shirkati amaldorlariga qarata jazo yurgizishni talab qilish qatorliq bir qancha siyosat takliflarini o'tirg'a qo'ygan. İrfan qo'shuni Memleketimizning, millatimizning va umumiy xalqimizning baxt saodatiga to'sqinlik qilib kelgan va to'sqinlik qilayotgan qiyin bir dushmanimiz bor. Asrlar bo'yi o'z qo'ynida xalqimizni falokatdan halokatga, saodatdan safolatga tortib ketayotgan bu dushmanning nomi hammaga ma'lum bo'lganidek jaholatdir. Bu jaholat bir butun mavjudligimizni yo'qlikqa, to'g'ridan to'g'ri halokatga elib bormoqda. Bu qo'rqinchli tahlikadan qutulish uchun büyük bir qo'shinga ehtiyojligimiz. Ushbu qo'shin bo'lsa ilm-irfon qo'shinidir. Ilm-irfon qo'shini kelajagimizning yagona yo'lanchigi va yagona uludir. Bir millat irfon qo'shiniga ega bo'lmaguncha saodat yuzi ko'rolmaydi. Millatlar orasida o'zining insonlik o'rnini saqlab qola olmaydi. Millatimizni, xalqimizni va davlatimizni saodatga, abadiy salomatga ega qilamiz deyotganmiz. Hökumət və xalq birlikdə qo'l tutuşub, vaqt zoya qilmasdan to'liq va talabga loyiq bir ilm-irfon qo'shiniga ega bo'lish majburiyatimizning borligini unutmasligimiz, buning uchun tirishchilik ko'rsatishimiz lozim. Hökumət o'zining yaxshi niyat va to'g'ri siyosat elib berayotganligini ko'rsatish uchun o'tmishdagi xatoliklarni va kamchiliklarini to'nigan holda o'lkamizning ta'lim-tarbiya va ma'rif sistemasini sog'lom bir programmaga bog'lashi va buni qat'iylik bilan amalga oshirishi lozim. Xalqimizmo kelajak naslining fikr, ilm, san'at, fan-u nasihat va axloq beg'ida yetishgan sog'lom avlodlardan bo'lishini istasa, o'rinsiz va chorasiz ah-voh qilishni bas qilib, ma'rif yo'liga safarbar bo'lishlari kerak. Hukumat bilan xalq bir safda turib harakat qilganda, mamlakatga, millatga va davlatga foydali bir irfon qo'shinini borliqqa keltirgili bo'ladi. Buningsiz hech bir maqsadga yetish mumkin emas. Manba Erik Gesti 782-son 1949-yili 19-may. Uyg'urchaga ag'dirg'uchi Burhan Muhammad. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.